Imeyka bo'yicha ko'pchilik bojxonaga onlayn qanaqa qilib ariza qilishni bilmayapti. Bu videoda oxirigacha ko'rsalaring, shuni sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Uy sharoitida bemalol qilib olsalaring bo'ladi. To'lovlarni ham o'zlaring bemalol qilib olsalaring bo'ladi. Buning uchun bu videoda oxirigacha ko'ringlar. Yaxshilab tushuntirib o'tib ketamiz sizlarga. Google yoki Safari orqali BKO External yozamiz va birinchisiga kiramiz. Yangi ariza jo'natish. JSHIR ID'imiz orqasida tevada yozib qo'yilgan va shuni kirgizamiz. Va telefon raqami, telefonimizning imeykasi, imey rasmini qo'shing yozuvga kiramiz va telefonimizning imeykasini rasmga olib shunga joylaymiz. Boshida ko'rgan bo'lsalaring ariza holati turibdi, shuni screenshot yoki saqlanib qilib olsalaring ariza tekshirishga kerak bo'ladi va kiritib bemalol tekshirsak bo'ladi. Ariza to'ldirganimizdan keyin qachon javobi keladi deganlar uchun, xo'p, eng uzog'i maksimal 24 soat ichida javobi kelyapti hozirgi paytda. Oldin 3 kun, 4 kun, 5 kun cho'zilib ketadi. Hozirgi paytda 1 soatda ham kelyapti, lekin eng uzog'i 24 soat ichida javobingiz kelyapti. Ariza berdingiz, arizangizdan keyin sizga to'lovlar ham chiqdi. Bojxona to'lovini ham qildingiz. Undan keyin nima qilish kerak? Undan keyin bu videodan bitta oldingi videoda ko'rsatilgan birda degan ilova orqali Uzumeydan registratsiya o'tkazasiz. Unda ham 82 ming so'm yoki 104 ming so'm to'lov chiqadi. O'sha videoda ko'rsalaring to'liq ma'lumot berilgan. Bu narsani qachon qilinadi degan savolga, xo'p, ya'ni aeroportdan keldingiz, deklaratsiya ham to'ldirmadingiz, hech narsa qilmadingiz yoki Shet O'zbekistonda o'zidan telefon oldingiz, imeykasi o'tmagan, shundagina bojxonaga ariza qilasiz. Agar deklaratsiya to'ldirgan bo'lsangiz, bundan bitta oldingi videoyimiz bor, imeyka bo'yicha programmaga kirib, deklaratsiya to'ldirganingizdan keyin programmaga kirib to'lov qilishni o'rgatganmiz. O'sha videoda ko'rsangiz aniq bo'ladi, tushunasiz. Bu videoga keladigan bo'lsa, hech narsa qilmagansiz, deklaratsiya to'ldirmagansiz, kelayotganingiz ham esingizdan chiqib qolgan, o'sha paytda bojxonaga ariza qilasiz, telefoningizni 30%ni sizga to'lov qilib chiqarib beradi. Bu hech narsa to'ldirmaganlar uchun bu video, o'shani tushunib o'tib ketsalar yaxshi bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like va podpiskasidan chiqmasin. Bundan-da yaxshi, bundan-da foydali kontentlar qo'yishda davom etamiz.